Assalomu alaykum. Bugun pirinch sho'rva qilamiz. Birinchi bo'lib qizib turgan yog'ga go'shtimizni solamiz. Go'shtimizni qizartirib qovurgandan keyin men doim go'sht qovurganda birinchi sepaman. Shunda sho'rvamiz shirinroq chiqadi. Sapga ko'ra ziravorni solamiz. Keyin qanaqa ziravor ishlatsa, shunda agar ziravorni boshiga solib go'sht bilan qovurilsa, ziravor go'sht bilan qovurilsa, shunda ovqatga ziravor solingani bilinmaydi. Mana go'shtimiz qovurilgan. Endi adasi bilan piyozimizni solamiz. Yaxshilab qovurib, uch marta aylantirib olgandan keyin piyozni ichidan sabzilarni solaman. Keyin sho'rvamda ko'p qovurilgan, aynan qovuriladigan sho'rvalarni o'zi qaynab pishsa shirin bo'ladi. Kartoshkalarni qilib olamiz. Hamma qancha qiladi. Bizda shunaqa. Onam doim ovqat qilishga o'rgatganda, narsalaringni oxirigacha qovurmasang, ezilib ketmasa, ovqatning shirin chiqadi degan aynan sho'rvalardi. Chunki sho'rvamiz qaynab o'zi pishsa, ta'mi sho'rvaga chiqadi masalan. Mana 2-3 minut bug'lab qovurdim. Endi tomatni solib, yaxshilab qovuramiz. Tomatni ko'p ushlab turmaymiz, chunki ko'p qovurilgan tomat ovqati nordon bo'lib qoladi. Shuning uchun 1-2-3 marta aylantirib, suv solamiz. Kim qancha solsa, endi o'zi biladi. Biz 3 kishilik ovqat qilganimiz uchun salkam solamiz. Va birdan qaynamasdan tuzini solaman, chunki qaynagandan keyin ko'rish osonroq bo'ladi tuzini. Hozir bu piyozlar qaynab pishadi. Keyin hozir ko'rinayotgan xunuk ko'rinyapti, lekin pishgandan keyin chiroyli bo'lib qoladi sho'rvamiz. Pirinch sho'rvamiz ham qaynayapti. Mana ko'rib turganingizdek piyozlar ham o'rgan. Chiroyli bo'lib qaynayapti.